Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi trigonometri tengliklar. Bu mavzuni boshlamasdan burun biz bundaq narsani esimizga tushirib olaylik. Biz 9-sinfda trigonometri funksiyalarni o'tdik. Ular bizda sinus, kosinus, tangens, kotangens 4 xil trigonometri funksiya bor. Endi oldi bilan mana birlik kesin to'g'riliq, birlik chamber to'g'risida tushunib olaylik. Bunu sizler o'tdinglar, hech bir qiyin emas. Birlik chamber. Bu bizde kosinus o'qi. Bu bizde sinus o'qi. Endi birlik chemberde bu bizde 0 gradus. Yani graduslarning boshlanishi bu chekka turdi. İcabiy yo'nalish deb saat tili qarama-qarshi yo'nalishni ijobiy yo'nalish deymiz. İtalya qana bir chekda olaylik mayda, bu bizde 30 gradus bo'ldi. Endi salbiy yo'nalish deb saat tilining yo'nalishi bo'yicha bo'lgan yo'nalishni salbiy yo'nalish deydi. Bu İtalya bu yerda minus 30 gradus. Demak, yo'nalish to'g'ri bilib oldik. Ana qaranglar, bu bizde 90 gradus. Agar saat tili qarshi bilib o'lchamasak minus 90 gradus. O bizde İtalya taxminan 120 bo'lsa, 150 bo'lsa, bu minus 150. Bu 180 bo'lsa, bu bizde minus 180. Endi bunday narsa bilib olaylik. Endi bizga mana birlik chamberni mana bir tussiqsizlik. Buni ma'nosi 2dan 1 tenge. Bu bizni sinus o'qini qiyib o'tdi. Demak, sinusning 2dan 1 gradus, 2dan 1 bo'lgan ma'nodagi graduslik miqdori bizda qancha gradus? 30 gradus. Endi ikkinchi 5ni tepishimiz kerak. Ana qaraymiz, bizda yo'nalish soat tili qarshi durustmi? Demak, buninglik miqdorimiz nima qildi? O'sdi degan so'z. Endi ikkinchi 5ni tepish uchun biz 180 gradus mana. Agar bizning bu bulumimiz alfa bo'lsa, demak bu bulumimiz nimaga teng? 180 minus alfa teng. Mana bu bulumimiz. Demak, bu bulum bizde qancha gradus? 30 gradus bo'lsa, demak bu qancha bo'ldi? 180 şu 30 ni etsek 150 gradus. Mana bu yerga qo'ysak bo'ldi 150 gradus. Shuni o'xshagan bir misol qarashtiraylik. Endi biz bundaq yana boshqa tengliklarning yechimlari bor chamberlarni qarashtirib ko'raylik. Yani bu bizde tik bo'lgan o'qni, ya'ni sinus x o'qini bu bizning tuzimiz qiydi, durustmi? Mana sinus o'qi, bu sinus o'qisini qiyib o'tdi. Demak, bu sinus ma'nolari qarashtiriladi. Agar tussiq sinus o'qini qilsa, sinus ma'nolari qarashtiriladi. Agar sinus tuzimiz kosinus o'qini qiysa, o'chada kosinus ma'nolari bo'yicha buni topamiz. Ana qaranglar, mana biz sinus o'qi. Sinus o'qini bizning tuzimiz qiydi. Boyaqa yana 2dan 1. Biroq bizning shtrixlarimiz qayerda? Töven tarafida. Oldi bilan biz qaysi bulun topamiz? 0 gradusni atrofidagi bulunni birinchi tip olgan durust. Mana biz 0 gradusni hech qachon unutmashimiz kerak. Mana biz 0 gradus. 0 gradusga eng yaqin bulun mana, durustmi? 5. Demak, bu bulun yaqinroq tenglikning ikkinchi bir uchi. Endi İtalya sinus qachon 2dan 1 teng? Bu bizda 30 gradus 2dan 1 teng. Endi biz yo'nalish biz har qachon soat tiliga qarshi bo'lish kerak. Ijobiy yo'nalish bo'lish kerak. Mana soat tiliga qarshi. Demak, bu bizning tengsizlikning qayeri oxiri. Bu tengsizlikning yechimining 5i. Oxiri 5i qaraganda nima bo'ldi? Cho'ngroq bo'ldi. Demak, endi biz 5ga san oxiri qaraganda nima bo'ldi? Ozroq bo'ldi. Demak, bu qancha gradus degan vaqtda qaraymiz. Biz mana 30 gradus. Bu bizda 0 gradus. Biz ştrix bo'yicha ma'miz. Mana bu bizde minus 90 gradus. Bu bizde minus 180. Bizde qancha gradus bo'lsa, buni 30 minus 180 ga minus 30 ni qo'shsak, demak bu minus 210 gradus. Agar bizning tenglik mushta berilsa, buning javobi nima bo'ldi? Minus 210 gradusdan qancha gradusgacha bo'ldi? 30 gradusgacha bo'ldi. Albatta bu periodlar bor, buni keyinroq tushuntirib beraman. Endi ikkinchi kelasi bizning suratımizda biz yana tuzimiz sinus x o'qini qiyibdi mana perpendikular. Biroq bizning shtrixlarimiz bu tuzning yuqorqi tarafida. Bizning 0 ning
yakın, yani 0 gradusga yakın bulun bizde mana bu bulun. Yani bu qancha gradus teng degan vaqtida bu bizde minus 30 gradus. Çünkü sinus 2'den 1 manani 30 gradus berdi. Minus 2'den 1 manani minus 30 gradus berdi. Demek bu bizim bulunumuz qancha? Minus 30 gradus. Endi yöneliş saatiga qarshi yöneliş qo'yib olgan ki biz nima ko'ramiz? Bu tensizlikning 5 ga. Tensizlikning oxiri mana bu chekiti bo'ldi. Endi bu chekitni tepish uchun bu bulungan gradus muhtal tepish uchun ştrix bo'yicha mangimiz. Ştrix bo'yicha mangsak, bu qanday yo'nalishga ketib boramiz? Ijobiy yo'nalishga ketib boramiz. Mana minus 30, 0, 90, 180, 180 ga bu bulunni qo'shamiz. 30 gradus qo'shsa qancha bo'ldi? 210 gradus. Demak, bu tensizlik yechimi bo'ldi. Minus 30 gradusdan 210 gradusgacha. Biz boya ştrix bo'yicha mangdik turibsizmi? Saat tili qarshi mangmaymiz. Ştrix bo'yicha mangimiz. Biroq yo'nalishning ijobiy ekanligini bilishimiz kerak. Bu bizda yo'nalish ijobiy ekanligi orqali biz buning ijobiy yoki salbiy ma'no ekanini topib olamiz. Ijobiy yoki salbiy gradus ekanligini. Bizda bu 30 gradus bo'lgan. Ştrix qaranglar. Ştrix bo'yicha mangsak biz saat tili bo'yicha mangamiz yoki salbiy yo'nalish. Shu sababdan bulunma azaytmayman. 30, 0, minus 90, minus 180, minus 210. Endi bu yerda-chu ştrix qaranglar. Ştrix saat tili qarama-qarshi bo'lib ketib bordi yoki ijobiy yo'nalish bo'lib ketib bordi. Bu demak minus 30, 0, 90, 180, 30 ni qo'shsa 210. Kelasi bizning suratimizda yana bizning tuzimiz sinus o'qini qiyibdi. Bizga 0 gradusimizga eng yaqin o'rnashgan bulun bu bulun bo'lib hisoblandi. Endi sinus minus 2 dan 1 bizda minus 30 gradus berib qolgan biz boy etib o'tib ketdik. Minus 30 gradus. Endi yo'nalishni qo'yib olaylik. Yo'nalish har qachon soat bilan qarama-qarshi. Yo'nalish bizga bu tensizlikning 5mi yoki oxirimi deganga yomon ko'p yordamini berdi. Mana minus 30 gradus. Yo'nalishimiz mana ijobiy. Bu bizning tensizlikning qayerga? Ishimining oxiriga. Demak, bu oxir bo'lsa, bu bizda 5 bo'ldi. 5i oxir qaraganda kichikroq son berildi. Demak, qani ştrix bo'yicha mangaylik. Minus 30 bu bizde. Bu bize minus 90. Bu bulun qandapmiz. Eğer biz müştrixini davamlashtirgan bo'lsak, biz minus 180 deb bir keladik turibsizmi? Bu chekit keladik. Minus 180 yetdikmi? Yetmedik. Qancha gradusga yetmedik? 30 gradus yetmedik. Demak, bu qancha bo'ldi bizda? Minus 150 gradus. Mana mushtaq yeshimani yoki birik chambar bo'yicha javoblarni yechishni bilib olsak, bizga tensizlikni yechish bizga o'ng'ayga tushadi. Qani undaqda biz misollarga ko'chaylik. Qani odamda tensizlik beribdi. Sinus x cho'nga ketam tomir 2 bo'lgan ekan. Birdilla bizda birik chambar saylik. Bu mesele selpeli mayma xo'p qoldi bu yerda. Sırpını paylagan bolsak tüzerek çıkarttık. Mana biz sinus x. Endi qaranglar. Bu biz qanasan ijobiy son. Ijobiy son bo'lsa, bu o'qning, ya'ni mana ko'nis o'qining yuqori tarafini qiydi. Taxminan mana siz qo'yaylik. Bu yerda tomir 2 bo'lgan 2 deb yozamiz. Endi qaranglar. 2 5 bizda yipiq bo'ldi. Chunki cho'ng ketangda o'tdi. Endi cho'ng desa, bu tuz siziqning yuqori tarafini shtrix qilamiz. Mana yuqori taraf shtrixlab oldik. Endi biz faqat bulunga tepatsak bo'ldi. Bizda 0 ga yaqin o'rnashgan bulun miqdori bu bulun bo'ldi. Bu bulun tepish uchun biz sinus qachon tomir 2 bo'lgan 2 ketamiz. Bu albatta qancha gradusda? 45 gradusda. Bu bizda 45 gradusga. Endi ikkinchi 5ni tepishimiz kerak. Endi qarang, yo'nalish qo'yilishimiz kerak. Yo'nalish soatli qarama-qarshi. Bu yo'nalish bo'yicha nima yetqil bo'ldi? Bu tensizlik yechimining 5 ga, bu bizda oxirga. Oxiri 5 ga qaragan nima bo'ldi? Ko'paraga cho'ngroq son bo'ldi. Endi demak, ikkinchi 5ni tepish uchun 180 dan bu 45 ni qilsak bo'ldi, evatsak bo'ldi. Chunki bu shtriximiz 180 gradusga yetpamidi. Qancha gradusga yetpamidi? 45 gradusga yetpamidi. Demak, argumentimiz qancha? X ni yozamiz. Argumentni qo'sh tensizlikni qo'yamiz. 5i albatta oldiga yozildi.
45 gradus radian boyunca yazımız pi bölüngen 4 qo'shilgan periodi 2 pi n deymiz. Endi axir uchi bizda. Axir bizda qancha gradus dedik? 180 ni 45 ni etsek 135 gradus. 135 ni radian aylansak 3 pi bölüngen 4 qo'shilgan periodi 2 pi n. Şunu bize hesabımız çıktı. Bunu aralıkla boyunca mana yazsak bo'ldi. Pi bölüngen 4 qo'shilgan 2 pi n chekit 5 3 pi bölüngen 4 qo'shilgan 2 pi n. Eki n tağlık z'de biz qo'ysak bo'ldi. Kelesi muşuna bir misal qarashtiraylik. 2 sinus x qo'shilgan pi bölüngen 3 kichik 2 tang tomirasi 2'den deylik. Endi qaranglar, bizde aldıda 2 turdi. Aldı bilan 2'den qutulish uchun o'ng taraf soni 2 belgitimiz. Sinus x qo'shilgan pi bölüngen 3 o'z pichga ko'chiramiz. Kichik 2 tang tomirasi 2 bölüngen 2. Sinusni aldı har qanday bir koeffitsiyentdan qutuldik. Birdan boshqa koeffitsiyent albatta. Yani bizde koeffitsiyent 1 ga teng bo'lgan vaqtda birlik chambarsiz chiqa bo'ldi. Yani biz birlik chambarsiz olsak bo'ldi-ki. Mana bizim birlik chamberimiz. Tomar 2 bölünüş 2 bu ijobiy son. Ijobiy son bo'lsa biz yuqorgi tarafdan qiymiz. Mega tomar 2 bölüngen 2 deb biz qo'yaylik. Endi qaranglar, qayoqni shtrixlayman? O'qishimiz kerak. Sinus palanchi kichik yoki teng deydi. Kichik mush tuz siziqning to'ng tarafini shtrixlaymiz. Mana shtrixlab o'tdik. Endi qaranglar, 2 bishi bizda yipiq bo'ldi. Sev kichik yoki teng deydi. Endi yo'nalish qo'yamiz. Yo'nalish soat tili qarama-qarshi bo'ldi. Mana bizning yo'nalishimiz. Yo'nalish qo'yib oldikmi? Endi qaranglar. 0 ga yaqin o'rnashgan bulun miqdori bu bulun. Bizga 0 gradus eng yaqin. Endi o'ylaymiz, sinus qancha gradus tomar 2 bölüngen 2 teng. Sinus 45 gradus. Demak, bu bizda 45 gradus. Endi ikkinchi 5ni tepishimiz kerak. Ikkinchi 5i 45 ni jiqmi, cho'ngmi, kichikmi? Endi uning uchun yo'nalish qaraylik. Yo'nalish qarasak, bu bizda tengizlikning yeshimining oxirgi. Mana 5i. 5-gi son albatta oxirgi sonda nima bo'ldi? Kichikroq bo'ldi. Demak, shtrix bo'yicha mangaylik. Shtrix bo'yicha tushaylik. 45 0 -90 -180 yani davom bor. Davomi qancha gradusga deganda 45 gradusga. -180 -45 ni qo'shib etsak, qancha bo'ldi? -225 gradus bo'ldi. Endi biz bu argumentni o'z pitch yozamiz. Mana qaranglar. X qo'shilgan pi bölüngen 3 qo'sh tengsizlik. Bu yoq 500 li. 5 qancha gradus? -225. -225 ni radian aylansak, -5 pi bölüngen 4. Qo'shilgan periodi 2 pi n ni oldik yozamiz. Axir qancha? 45 gradus. 45 gradus pi bölüngen 4 qo'shilgan 2 pi n. Endi bu pi bölüngen 3 ni har ikkala tarafga o'tkazamiz. Shu yerda -5 pi bölüngen 4 ilg'an pi bölüngen 3 bo'lib keldi. Qo'shilgan 2 pi n o'tirdi bizda. Faqat x li qilib qoldi. Bu yerda pi bölüngen 4 ilg'an pi bölüngen 3 qo'shilgan 2 pi n. Endi biz bu yerda hisoblaymiz. Ikkisi umuman xarj bersa qancha? 12. Bu yoqqa bizda 3 ni tegadi, bu yoqqa bizda 4 ni tegadi. 3 7 5 15 qo'shilgan 4 pi minus 12 ni 19 pi qo'shilgan 2 pi n. Qo'sh tengsizlik. Bu yerda hisoblaymiz. Ikkisi umuman xarj 12, bu yoqqa bizda 3 ni tegadi, bu yoqqa 4 ni tegadi. Shu minus pi bölüngen 12 qo'shilgan 2 pi n. En tağlık z desek bo'ldi. Buni yani aralıq bo'yicha minus 19 pi bölüngen 12 qo'shilgan 2 pi n. Bu yoqqa minus pi bölüngen 12 qo'shilgan 2 pi n deb buni yozamiz. En tağlık z deb biz qo'ysak bo'ldi. Kelasi bizning misol sinus x ko'paytirgan kosinus x teng minus 4'ün tomarası 3 deydi. Eki tomarası 3. Eki minus tomarası 3 bölüngen 4. Yani bu hesabı qana qılımız. Biz her ikili tarafını 2 köpeytip bereylik. Şu çağda bizde ne oldu? 2 sinus x köpeytilen kosinus x çoğun 2'den 2 köpeytse 4 ile 2 kısırdı. Minus tomarası 3 bölüngen 2.
Endi bizde formula berildi. Qana formula berildi? 2 sinus alfa kosinus alfa. Bizde sinus 2 alfanın formula berildi. Demek sinus 2x çoğun 2 teng minus to'g'ri 3 bölüngen 2'den. Endi birdilla biz aldı koeffitsient 1 teng bo'ldi. Argumentga qaramaymiz. Birdilla chambersiz olaylik. Mana bizim birlik chamberimiz. Sinus oqimiz. Endi qarama. Bu bizde qanasan salbiy son. Salbiy bo'lsa, to'ng tarafini qiyib o'tadi. Taxminan siz qo'ylik. Belki minus to'g'ri 3 bölüngen 2 deb biz qo'ylik. Endi qaraymiz. Çoğun 2 teng deydi. Demek bu tüssüqning qayqini oldi? Yuqorqi tarafga. Bak bayaq sızgan tüssüqimizni yuqorqi tarafini to'liq shtrixlaymiz. Andan keyin 2-5 bizde yipiq bo'ldi ekan. Yöneliş soatligi qarama-qarshi. Endi biz 0 gradusga yaqin o'ralashgan bulon miqdori bu bizde bu bulon bo'ldi. Endi savol, sinus necha gradusda to'g'ri 3 bölüngen 2 teng deydi. Sinus to'g'ri 3 bölüngen 2 teng, bu bizde 60 gradusda to'g'ri 3 bölüngen 2 teng. Demek bu bulonumuz bizde 0 gradus töven o'ralashganlikda bu bizde qancha gradus bo'ldi? Minus 60 gradus bo'ldi. Endi biz tensizlikning yechimini ikkinchi bu shtrixni ikkinchi 5-chi tepishimiz kerak. Qaranglar. Agar biz shtrix bo'yicha mangsak, soat tili qanaqa mengamiz, qarama-qarshi mengamiz. Demak, bulon miqdori nima qildi? O'sidi. Minus 60, belki 0 bo'ldi, belki 90 bo'ldi, 180, 180 da ishib ketdi. Qancha gradusga ishib ketdi? 60 gradusga ishib ketdi. 180 60 qo'shib o'tsak qancha bo'ldi? 240 gradus. Endi qaranglar, bizning argument qancha ekan? 2x dan. Endi argument yazamiz. 2x qo'sh tengsizlik 5 bizde minus 60 gradus. Bu bizim minus pi bölüngen 3 qo'shilgan periodu 2 pi n bo'ldi. Ahiri 240 gradus bu bizim bo'ldi. 4 pi bölüngen 3 qo'shilgan periodu 2 pi n bo'ldi. Endi biz x aldığı 2'nin qutuluşun barlığını bir-birlab 2'ye bölelik. Şu biz minus pi bölüngen 6 qo'shilgan periodumu 2'ye bölüngen pi n bo'ldi. X 2'ye bölsek 4 5 2 qisqirib 3'ten 2 pi qo'shilgan periodu pi n. Şuna mana biz tensizlikni yechib oldik. Kelesi misal bize sinus x ko'paytirilgan kosinus pi bölgen 12 elingan kosinus x ko'paytirilgan sinus pi bölgen 12 kichik yakita minus 2'den 1'den. Yani qaranglar bizde sinus x sinus bilan kosinus argument birdek. Bu yoqdagi kosinus bilan bu yoqdagi sinusning argument qanaq birdek. Yoki sinus alfa kosinus beta minus kosinus alfa sinus beta degan formulani topsak, bu bizda bunday formula yig'ildi. Sinus x elingan pi bölüngen 12. Yoki qo'sh formulasi dedi. Pi bölüngen 12. Yoki sinus x minus pi bölüngen 12 kichik ketgan minus 2'den 1'den deb formulaga yo'qol yig'ib oldik. Endi biz argumenti 1 teng, koeffitsient 1 teng, biz birlik chamberini sızib olsak bo'ldi. Mana bizim birlik chamberimiz. Mana bizim sinus x o'qimiz. Minus 2'den 1 degansan, bu biz albatta to'g'ri tarafini qiyib o'tish kerak. Agar 2'den 1 bo'lsa, yuqorqi tarafini qiyib o'tadi. Minus 2'den 1 deb yozib qo'yay. Endi 2 5 bizda yipiq bo'ldi ekan. Tanzi o'qiylik. Sinus balanchi kichik yoki teng deydi. Kichik desa qayerni olamiz? To'ng tarafini olamiz. Tuzimizni to'g'ri ham shtriximiz to'ng taraf o'rnashdi. Endi biz yönelish soatlarga qarama-qarshi bo'ldi. Bulonun miqdorini aniqlashga kirishaylik. Mana 0 gradusga yaqin o'rnashgan bulon bu bulon bo'ldi bizda. Endi o'ylaymiz, sinus qachon 2'den 1 ga teng? Bu minus qarmanglar. Sinus qachon 2'den 1 ga teng? Sinus 30 gradusda 2'den 1 ga teng. Endi bu bulonimiz 0 ning tövida o'rnashganlikda bu qancha bo'ldi? Minus 30 gradus bo'ldi. Endi qaranglar, bu bizning tensizlikning qayeri bo'ldi? Oxiri bo'ldi. Yechimining buni shtrix bo'yicha bulon miqdorining oxiri bo'ldi. 5 mana mayda. Demek shtrix bo'yicha mangaylik. Shtrix bo'yicha biz mangsak, soat tili bo'yicha mengyapmiz. Demek bulonimiz nima qildi? Aziydi. Minus 30 mekin minus 90 bo'ldi. Endi ikkinchi 5ni qandapmi? Minus 180 dan 30 ni qildim, evitmi? 90 ga 30 ni qo'shishim yo'q. 180.
Oryentir 180. 180'de 30'ını versek bu qancha bo'ldi? Minus 150 gradus bo'ldi. Şunu ben biz argument yazımız. Qo'sh tengsigimizni yazımız. 5'i bizde minus 150 gradus. Minus 150 gradus ne? Minus 5 pi bölüngen 6. Qo'shilgan periodu 2 pi n deb yazamiz. Axir minus 30 gradusda minus pi bölüngen 6 qo'shilgan 2 pi n deb yazamiz. Endi bu minus pi bölüngen 12 ni her ikki tarafga o'tkazamiz. Shu joyda minus 5 pi bölüngen 6 qo'shilgan pi bölüngen 12. Bizde argumentimiz qoldi. Minus pi bölüngen 6 qo'shilgan pi bölüngen 12 qo'shilgan 2 pi n bo'ldi. Yani biz bir yerde hesaplashimiz kerak. Makaraja bu ikisiga 12, bu yoqqa 2 dan bo'ldi. 10 şurada minus 12 dan 9 pi bo'ldi. Qo'shilgan periodni qatnama kechirsizlar. 2 pi n qo'shilgan 2 pi n o'tirdi bizning argumentimiz x. Bu yerda 2 makaraja 12, bu yoqqa 2 dan bo'ldi. Minus 12 dan pi qo'shilgan 2 pi n. Yani biz bir yerde şu qisqartib etsak minus 4 dan 3 pi qo'shilgan 2 pi n argumentimiz. Ki bize bir de bunu öz piç köçürümüz. N tevlik z deb qo'ysak bo'ladi. Kelesi bu tengsiga geçip ko'raylik. Sinus kvadrat x elingan 2 sinus x kichik 0 deydi. Ana qaranglar bu yerda. Biz sinus x ni transfer chiqib etaylik. Şurada biz qalıyor sinus x minus 2 kichik 2 dan düz kichik qanchadan 0 dan bo'ldi. Sinus x ni biz a deb alsak, yana o'zgarish kirgizsak, şurada a minus 2 kichik 0 dan bo'ldi. Mush tengsiz ish verelik. Bu yerda biz 0'larni topamiz. Bu yerda a1 yoki teng 0'ga, bu yerda a2 teng qanchaga? 2 ga bo'ldi. Ana qaraymiz. Sayımız, belirleyimiz. Bu öz aldığı bir tengsizlik. Bu bizde 2 kvadrat tengsizlik deyimiz ya. 0. Bizde bu bizde 2. Kvadrat tengsizlik ana biz a kvadrat bo'ldi. Demek bu parabol, tarmoqli yuqori qarag'an parabol bo'lib, avtomatik kichiklarga plusni qo'yamiz, o'tirg'i minus qo'yamiz. Endi kerak araliq. Palanchi kichik 0 deydi. Bunu to'liq o'qishning hojati yo'q. Kichik 0 desa bu salbiy sonni so'raydi. Selbi aralıkta. Demek cevabı oldu 0'dan 2'gacha. Bu 0'dan 2'gacha deb mo'shu tengsiga yetishdik deb o'ylab qolmanglar. Bizning sinus yotgan aralık, sinus x funksiyasi yotgan aralık 0'dan 2'gacha. Demek bunu qo'sh tengsiga yozma. Sinus x cho'ng 0'dan kichik 2'dan. Endi qaraymiz. Bunu biz ikki turlik tengsiz turida yozsak bo'ldi. Birinchisi sinus x cho'ng 0'dan kelesi sinus x kichik 2 deb bunda tengsizlar sistemasi turida yazsak bo'ldi. Ana qaraylik. Ikkinchi tengsiga to'xtab o'tgim keldi. Sinus x kichik 2 dan 2 dan. Biz bilmez sinus funksiyasi bu 1 dan kichik 2 teng minus 1 dan cho'ng 2 teng. Qarang bu 1 dan kichik 2 teng durustmi? Endi agar funksiya 1'den kichik 2 teng bo'lsa, 2'den kichik bo'lamdi. Albatta kichik bo'ldi. 1'den kichik 2 teng san, 2'den mo'nin bo'ldi, kichik 2 teng bo'ldi. O'sha demak bu funksiyani yechimi, buni ikkinchi funksiyani yechimi. Barliq haqiqiy sonlar. Barliq haqiqiy sonlar bo'ldi. Yoki любой yechim deydi u ruscha. Любой son yechim bo'laydi. Endi birinchi tengsiz yechimiz. Birinchi tengsizlik bu bekmi o'ng'ay tengsizlik. Bu bekmi o'ng'ay tengsizlik. Nima uchun desam hozir mesela tushuntirib beraman. Sinus cho'ng 0 dedi. Yoki ijobiy orqa deb aytadi, durustmi? Siz 9 deb o'tamiz. Sinus birinchi, ikkinchi harakat ijobiy, uchinchi, to'rtinchi harakatlarda salbiy. Endi mana shuni so'radi. Ijobiy. Qaysi orqa ijobiy mana bizda? Demek bunu yechimi qancha gradusdan bo'ldi? 0 gradusdan, 0 gradusdan qancha gradusgacha? Albatta 180 gradusgacha. Yani ikkinchisini yechimi barliq haqiqiy sonlar. Bunu biz
ştrixni içini salaylık. Barlık haqiqiy sala. Bunu çemberimiz to'liq ştrix qilindi. Her ikki ştrixning qiylashgan aralığı bu 0 gradusdan 180 gradusgacha. Bu aralıqda qiylashmaydi. Yalnız bir tal ştrix mangdi. Bu aralıqda ikki ştrix qiylash desak bo'ladi. Demek yeshimi nima bo'ldi? 0 gradusdan 180 gradusgacha. 0 gradus biz yazılmaydı. Periyod yazadi. 2 pn argument kechirsa axir 180 gradus pi qo'shilgan 2 pn bo'ldi. Mana shunda tengsizligimiz ishildi. Kelesi buna bir tanesi işeylik. Sinus modül sinus x küçük 2'den 1'de sinus x'nin modülü küçük 2'den 1'den. Ana qaraylık. Bu modülü içilişini bilmez. Yaki bizde x modülü x küçük qanat bir a sanı bolsa, bunun içilişi x küçük a sandan çoğun oş a sanıga qarım qarşı sandan. Demek moşuna paydalanıp biz mana yazımızda sinus x küçük 2'den 1'den bolsa, çoğun minus 2'den 1'den boldu. Endi demek biz birlik çember yazaymiz. Ana birlik çember yazdık. Bu bizning sinus x oqimiz. Sinus x oqimiz. Ana qaranglar. Bizning har ikki tarafida mana turdi. Durustmi? Bir tal mana bo'lsa, bir tussiq, ikki tal mana bo'lsa, ikki tussiq yazamiz. Endi qaraymiz. Her ikkili mana o'zaro texi modellari bo'yicha teng, durustmi? Modellari bo'yicha teng. 2'den 1 deb qo'yib, bu yoqqa bu bizim minus 2'den 1. Endi qaranglar. Sinus funksiyamiz mush ikki tussiqning orasiga. Demak, mush ikki tussiqning orasini shtrixlaymiz. Endi dal mushundaq tengliklarda faqat biz bir tarafning yeshimini olsak yetarli. Chunki, az masalan tushuntirib beraman. Ana qaramiz 2'den 1 bizda 30 gradus. Bu minus 2'den 1 bu minus 30 gradus. Shunda qo'y. Yo'nalish soatlik qarama qarshi. Demak, minus 30 dan 30gacha. Argumentni yozamiz. X minus 30 gradus minus pi bölüngen 6. 30 gradus bize pi bölüngen 6. Endi qaranglar. Periyod yazganda qaranglar, bu bizde simmetriyalik tengsizlik dedi. Bunda tengsiz simmetriyalik. Mana agar bir tussiq qilsak, qana bir tussiq qilsak, bu qada har ikkili taraf qana bo'ladi? O'xshash bo'ladi. Minus 30 180 ni qo'shsak bu chekit kelurmi? Bu çektimiz del 180 gradus qo'shsak bu chekit keldi. Endi bu tengizning axiri mana, durustmi? Axiri 30 gradus to. Axirimi 30 ni qo'shsak, ikkinchi tengiz ikkinchi yeshimning del axiri keldi. Demak, bu yeshimning 5i bu yoqdagi yeshimning 5iga ketadi, ham axirimi ketadi. Demak, bu chaqda agar mushtaq simmetriyalik tengizliklarda periodni faqat pn deb biz qo'yamiz. 2 pn bo'lsa, o chaqda bu nima qilib to'liq bir aylanib chiqadi. Bizga yarım yoki 180 gradusga yoki yarım chamberga aylangan durust. Shu javob minus pi bilan 6 qo'shilgan pn, pi bilan 6 qo'shilgan pn. Yana mana bir tanasi yechidalik. Sinus x kichik 2'den 1'den cho'ng minus to'mras 3 bo'lingan 2. Yani ikkili taraf mana har turli bo'ladi. Buni simmetrik tengsiz deyishga bo'lmaydi. Bu chaqda qanday qilamiz? Yani birlik çember sayılır. İcabi san yuqori tarafını qiydi. Salbiy san bizde töven tarafını qiydi. Bege 2'den 1'de biz qo'ydik. Bu yoqqa minus to'mras 3 bo'lingan 2. Sinus har ikki tuzning orasidagi demak shtrixlab qo'yaylik. 2 5 bizde ochiq bo'ldi. Ana qaranglar. Yo'nalish soatga qarshi. Bu yerda soatga qarshi. Endi bu bizde 30 gradus. Bu bizde minus qancha gradus bo'ldi? 60 gradus bo'ldi. Endi yeshimni ikkinchi davomi bu yerga biz bu ikkala yeshim bo'ldi. Davom bu yoq bo'lgandan, bu qancha gradus topamiz?
Bu bizde 150 gradus oldu. Bu bizde kaç gradus oldu? 60 mana biz 180 mana o. Bu bizde kaç gradus mı? Bizde 60 gradus olsa 180 60 koysak 240 gradus oldu. Bu kana 150 bu kaldı. Sebep 30 o. Mana 180'ge 180'den 30 ne versek 150 çıkıyor. Bir yakınmış 240. Bu bizde 60 gradus bulunmakları. Demek 180 60 koysa 240 oldu. Demek bu tanesi işkila işim oldu. Birincisi pi bölünülgen minus pi bölünülgen 3 minus 60 gradus koşulgan 2 pi n argumentimiz x kelesi qancha gradus çıkacak? 30 gradus pi bölünülgen 6 koşulgan 2 pi n hem ikinci işimiz 150 gradusdan 5 pi bölünülgen 6 koşulgan 2 pi n argumentimiz x otur yazıldı. Kelesi qancha gradus? 240 gradus 4 pi bölünülgen 3 koşulgan 2 pi n. Yani bu hammasini skopla yazıp argument yazmamız otur çekit 5 bilen bunu cevabını yazmamız. Birikidu yine tik skopkaga yo'q kechirsizlar. Oddiy skopkaga çünkü biz ochiqo. Oddiy skopkaga yazmamız. Arsa çekit 5 arsa birikidu deb n taliq z deb yuz qo'ysak bo'ldi. Bu tırnaqçılarga yana argument yazılmaydı. Arsa bak çekit 5 tengsizliğe yazılmaydı. Şundan hürmetli dostlar, bugünkü bizning sizlar bilan dersimiz oyoqlashdi. 1 minut. Sizlar mana bir yana bir misollarni tushuntirib o'taylik. Ana qarang. Ba'zi biz mana boy aytib ketdik. Sinus x kichik 2 dan bo'lsa, bu chaqda bizning yechimi nima bo'ldi? Barliq haqiqiy son bo'ldi. Agar sinus x cho'ng 2 dan bo'lsa, o chaqda yechimi yo'q. Nimishga? Sinus o'zi 1 dan kichik son 2 dan nima bo'laydi? Kichik bo'laydi, durustmi? Barliq son. Yani 1 dan kichik son 2 dan cho'ng bo'la olamdi? Yo'q. O'sha yechim yo'q. Kelasi sinus x cho'ng aytaylik minus 3 dan. Sinus o'zi minus 1 dan cho'ng bo'lgansan, minus 3 dan nima bo'laydi? Cho'ng bo'laydi. Barliq haqiqiy son bo'ldi. Endi sinus x kichik minus 3 dan desa, bu chaqda yechim yo'q. Chunki Chunki bu o'zi minus 1 dan kichik, minus 1 dan cho'ng asli, durustmi? Minus 1 dan cho'ngsan, minus 3 dan kichik bo'la olamdi? Yo'q. Minus 3 dan kichik bo'la olmaydi. Bu o'zi minus 1 dan cho'ngsan, minus 3 dan cho'ng. Ha, minus 1 dan cho'ngsan, minus 3 dan kichik emas. Tushundingmi? Endi ba'zida mana bir tenslik berildi. Sinus x kichik yoki teng 1 dan deydi. Bu yerimiz barliq haqiqiy son. Chunki sinus har qachon 1 dan kichik yoki teng. Endi ba'zida berildi sinus x cho'ng yoki teng minus 1 dan deydi. Albatta sinus x har qachon minus 1 dan cho'ng yoki teng bu yerdami? Yechimi barliq haqiqiy son bo'ldi. Shunday hurmatli do'stlar, bugun darsimiz oyoqlashdi. Endi bugun asosan o'zingizlar ko'ryapsizlar, sinus to'g'risida barliq tenslar yechib ko'rdik. Barliq degan emas, ba'zi bir tenslar yechib ko'rdik. Siz bu tenslar yechim tenslarning turi nihoyatda ko'p. Endi tirishdim bir funksiyaga to'xtalib o'tadigan. Xudoyim bilsa, qolgan funksiyalarga darsdan chiqaman deb o'ylayman. Bo'pti, diqqatingizga ko'p rahmat. Sog' salomat bo'linglar.